Salam, meni yurtdan qo'llayotgan aziz turdoshlarim, hammanglarga hozirgi vaqtda guldan go'zal bo'lsin. Bugun 2024-yil 6-oyning 18-kuni, ya'ni seshanba aziz turdoshlarim. Mendan boshqa butun Shinjongdagi har qaysi viloyat, noy, shahar, yeza bütün yerden muşu Abdullah Mahmud Ustaz öz qo'li bilan ishlab chiqarib bozorga solgan gulqanni 2dan 3dan 1dan sotib olgan bo'lgan aziz turdoshlarim. Hammanglarningki melini joy-joyda selib sep bo'lgandan keyin piyoronlar rasmga tortib o'zingizga yo'llab qo'ydim aziz turdoshlarim. Meningdan nurg'unlaringlar yurak foyda qilamdi deb so'rabsizlar. Bu gulqanniki tarkibi bo'lsa yo'l issiqga aziz turdoshlarim. Men ma tip emas, o'zingizlarga bilisizlar endi. Nurg'unlaringlar mana naqsh etib chiqib qo'ysam siz artistmi, kasbingiz deb so'rganlaring bo'ldi aziz turdoshlarim. Men artist emas. Men mana bir yurak kesilini topgan bir bemor bo'lganligim uchun mana o'zimning ko'nglimni o'zim xo'sh qilib, noiti kayfiyatimni yaxshi to'g'rilab, naqsh etib kayfiyatimni ko'tarib shunday yashayman. Menda davomli yig'lab, g'am qayg'u bilan yashasak, yurak azoblangan chog'da odamning ko'zida yosh chiqar ekan aziz turdoshlarim. Kulib o'tirib yig'lag'il olmaydi ekan, yurak azoblangan chog'da andiki ishki ko'zda yosh chiqadi aziz turdoshlarim. Bu yoshniki shunchalik ziyni bor ekan. Yurak shu zaiflashga qarab mangdi ekan, bu yig'sak, bu yig'a nurg'un kasallikni etkilagan. Shu ro'y kayfiyatimni ashna to'g'rilab, naqsh etib chiqib qo'yman aziz turdoshlarim. Men bir tijoratchi aziz turdoshlarim. Men naqshchi emas, cho'lpa emas. Lekin mana shunday o'zimning ko'nglimni o'zim xo'sh qilib, zo'pi ishlab chiqarib qo'yman. Endi asl maqsadga kelsak aziz turdoshlarim, mushuni Abdullah Mahmud ustozniki ballalari bilan, uyanjonlari bilan ko'rishib, mushniki tarkibi zot nimaga foyda qildi deb so'rsam aziz turdoshlarim. Bu yurakka, jigarga, oshqozonga asosliqa mushuniga foyda qilgan aziz turdoshlar. Anki umum badanni quvvatlab, yurakni yashatadigan aziz turdoshlarim. Buningki 1 kilosi 59 koy aziz turdoshlarim. Men odatda bir sanal dersa 39 koy dedingiz-ku, siz do'yindi deb men 39 koy demedim aziz turdoshlarim. Mening atim ras deb men ko'rayotganimdek, mening atim ras deb mavo Kiriyada ishlab chiqargan Atımras markasidagi gulqan ekan. Mush gulqanning bir qutisi 500 gram chiqadi. 500 gramni 39 kun epiydi aziz turdoshlarim. Mavo endi Atachi markasidagi mush Abdullah Mahmud o'z qo'li bilan, mush ustozimiz qo'li bilan yasab chiqib bozorga solgan Atachi markasidagi gulqanning eg'irligi 1 kilo. Pulsi 59 kun kekashlab ketdim. Muşnuğa ihtiyacımız var. Setib oladigan aziz turdoshlarim, telefon nomerim 150 99 29 79 79. Mana aziz turdoshlarim, mush Abdullah Mahmud ustoz mush o'z qo'li bilan mush qizil gulqanni shunday pokiz tasqab, qandoq ishlab chiqarsa, mush xalqqa eng foydali badanga deb mush qo'l ostidagi mush yuanjong, mush doktorlarga mana shuni yetaklab Muşunda birden axlatlarını ilgab, şu qizil gulqanni haqiqiy o'z qo'li bilan ishlab chiqarib bozorga solgan mahsulotgan aziz turdoshlarim. Bu gulqanni dam gap emas, Shinjong bo'yicha ma gulqanning oldiga o'tadigan gulqan yo'q aziz turdoshlarim. Bo'lsa mening tavsiyalarim, bo'lsa har bir xalq bir qutidan elib yap beqishinglarni chin yuragimda umid qilaman. Bu o'zingizning sog'lomligi uchun aziz turdoshlarim, o'zingizga foydali bo'lganligi uchun men sizlarga tavsiya qilib keldim aziz turdoshlar. Hamda bozorda gulqanjiq, haqiqiy gulqan topmoq tez.